Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana Marhamat bozorimizda yana ikkita bir-biridan go'zal bo'lgan bo'g'oz mollarimiz chiqdi. Yeb ishlari yo'lda olsa javob beraman deyapti mana. Bunisi olomon. Aka ma'lumotlar qanaqa, nechta tuqqan? Qoradan boshlayvering ishda. Qora, olomonlis. 8 oyda o'tgan bo'g'oz. 8 oyda nechinchi tug'ishi aka? Ikkinchi tug'ishi. 8 oydan o'tgan bor. Hozir suti bormi, yo'qmi? Suti yo'q buni. Narxi nech pul aka? Bu 28 million. 38 million kam bor, kamaytirib beramiz. Bunisi-chi aka necha oylik bo'g'oz? 6 oylik bo'g'oz. Buning suti bormi? 8 litr suti bor. 3-chi bola yo'q. Narxi nech pul deyapsiz aka? 37 million kamaytirib beramiz. Telefon nomeringizni aytib bering aka. 90 528 0498. Aka rahmat sizga. Aka mana yana bitta chiroyli holda ena bola sigirimiz chiqibdi. Ma'lumotlari. Aka bu necha litr sut beradi? Aka hozir ikkitasini qo'yib beryapmiz. Bolasiga 5 litr sog' olyapti. Aka nechinchi bolasi bu? 3-chi. 3-chi bolasi. Yeb ichish joyida, hamma yo'q, sog'lom xudo xolasa. Manzil qaytdiki mol aka? Shu marhamatli mol. Aka telefon raqamlaringizni, narxini nech pul deyapsiz aka? 35 million. 35 million kam bor, kamaytirib berasiz. Telefon raqamingizni aytib bering aka. 94 077 3995. Aka telefon qilib murojaat qilsalar bo'laveradi. Mana yana bitta chiroyli holda xunajinimiz 15 million kami bor deyapti akamiz. Mol qisir, bo'g'oz emas. Aka mol qayerdiki? Marhamat o'zini. Bu bo'g'oz emas, qisir deysiz-a? Katalog qoldi, hozir kuyib. Bu katalog olib qoldi, ha. Narxlari 15 million kam bor deyapsizmi aka? Necha kam bor? Telefon raqamingizni ayting aka. 91 484 35 38. Telefon qilib kelishtirib arzonlatib beramiz. Yeb ishlar hamma yo'q joyida, sog'lom mol. Mana yana bitta chiroyli holda xunajinimiz qisir aka. Yeb ishlari hamma yo'q joyida deyapti. Aka necha yashali, necha oylik u? Yashagan yetgan yo'q. Kechariga hali yetgan yo'q. Yeb ishlari sog'lom, hamma yo'q joyida. Narxi nech pul deyapsiz aka? 20 kami bor, a? Kamaytirib berasiz. Mol qayerdiki aka? Mol qayerdiki? Marhamatga. Telefon raqamingizni aytib o'rasiz?